Bir jamiyatning gullanishi uchun eng muhim 3 omilning biri shu millatning iqtisodiy kuchidir. Chunki millatning gullanishini iqtisoddan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Qo'l ilkida bor kishilar shu millat farzandlarining yaxshi tarbiya olish uchun ta'lim-tarbiya ishlariga iqtisodi bilan yordam bo'ladi. Jamiyatning farovonligi va muqimligi uchun faqir yo'qsullarning holidan xabar oladi. Mana bularning hammasi bugungi temamiz bo'lgan sadiqa, xayr, ihson orqali vujudga chiqadi. Sadiqa faqir yo'qsul kishilarga Alloh rizosi uchun ko'zlangan asosda berilgan yordamdan iborat bo'lib, Uyg'ur tilimizda sadiqa so'zi ba'zi ahvollarda salbiy ma'no ifodalaganligi uchun bu so'zning o'rniga ko'pincha xayr ihson so'zi ishlatiladi. Xayr ihson Ramazon oyida qilingan eng fazilatli amallardan biri. Har vaqt xayr ihsonni o'ziga do'st tutgan, qo'l ilkida mol dunyo turg'izmasdan udulliq muhtojlarga berib o'tadigan payg'ambarimiz Ramazon egirganda texnik saxiy bo'lib ketdi. Payg'ambarimizning bir qo'lliq tarbiyasi tarbiyalangan sahobalarmi payg'ambar alayhisolamning bu isl fazilatini o'ziga odat qilgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning jihodga tayyorlik qilish uchun qo'l ilkida bor butun iqtisodni Alloh yo'lida sadiq qilib o'tishi, musulmonlarning suv masalani hal qilish uchun yahudiylarning ilkidagi Mauna quduqini setolib vaqf qilib o'tgan Osmon radhiyallohu anhu va buningdan boshqa sahoba va salaf solihlarning ish izlarida bunday misollarni ko'p uchirtamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vallazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Pulni Alloh yo'lida sarf qiladigan, orqasidan unga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi deydi. Bugünkidek maddiyat birinchi o'ringa qo'yilgan. Mal dünya uchun qo'ldan har balo keladigan, vosita tanlamaydigan kishilar ko'payib ketgan bir zamondan qo'lidan kelishicha xayr ihson qilishning eng fazilatli amallardan sanalishida shak shubha yo'q. Bo'libmi qilgan amallarning savobi hisoblab beriladigan bu ulug' oyda qilingan xayr ihson Allohning rahmatiga erishishimiz uchun qochirib qo'yishga bo'lmaydigan fazilatli amallardan sanaladi. Yuqorida deb o'tganimizdek sadiq so'zi Uyg'ur tilimizda ba'zi ahvollarda salbiy ma'no ifodalaydi. Undaqda islom istilohida bu so'z qanday tushunilgan? Islom istilohida bo'lsa sadiq so'zi ikki xil ma'no ifodalaydi. Biri Alloh farz qilgan zakot, yana biri ko'nglimizdan chiqarib ixtiyorligimiz bilan qilgan yordam. Bu yordam faqir yo'qsullarga pul-mol orqali qilingan moddiy yordam bo'lishimi? Bugünkidek musofirlik hayotda yolg'izlik sababli ruhiy jihatdan tushkunlashgan, mehr-muhabbatga muhtoj bo'lgan kishilarga imkoniyatimizning yetishicha mehr-muhabbat yetkazish, himoyamizga ilish orqali din haqidagi har xil safsatlarga ishinib qilib qaymoqib kelayotgan yoshlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun nasihat qilish, ilm o'rgatish orqali ma'naviy bo'lishi mumkin. Har bir amalning Allohning huzurida qabul bo'lishi uchun ma'lum shartlarni hozirlashimiz kerak bo'lganidek zakat yoki xayr ihsonning Allohning dargohida qabul bo'lish uchun hozirlashimiz kerak bo'lgan eng muhim shartlardan biri niyatning durust bo'lishidir. Qandaqdir boshqalarning oldida o'zini ko'rsatib olish. Faqir yo'qsullarga yordam qilib bo'lgandan keyin qilganni udilkaga deb yurish orqali u kishining yuzini tushirish Alloh taolo Qur'on Karimda alohida so'kkan ishlarni hisoblandi. Shu sababdan qilgan yaxshilikqa Allohdan emas, bandalarning yaxshilik va hurmat kutish sadiq qiluvchilar saqlanish kerak bo'lgan eng muhim ishlarning biridir. Shuning bilan birga faqir yo'qsul kishilarning har vaqt yordamga tayyorlanishi islomning ko'rsatmalariga tamoman zid qilmishdir. Bunday illatni yo'qotish uchun payg'ambar alayhisalom intayin dana bir usul qo'llangan. Payg'ambar alayhisalom davrida kishilardan sadiq so'rab yashaydigan bir odam bor edi. Payg'ambar alayhisalom u kishini chaqirib 2 dirham bergan va uningga 1 dirhamga oilang oziq-tulik olgan. Yana 1 dirhamga bir tal pal setib olib kelgan degan. U kishi paltin setib olib kelganda endi o'rmonga berib o'tin ekilib sotgan. Mesela bir ay kömey turay degan. U kishi o'tin ekilib Madina bozorlarida setib hojatini qamdug'dak ahvoliga erishib Rasulullohning yoniga kelganda payg'ambar alayhisalom biringlarning bir og'am setilib tag'dan o'tin ekilib setishi kishilardan so'rashni yaxshidir degan. Payg'ambar alayhisalom yana ustun qo'l har vaqt ostun qo'ldan yaxshi. Sen ailangdan boshlagan degan. Mana bulardan islomning ishsizlik va hurlik qarashtirgan, ishlashga qiziqtirganligini aniq ko'ra olamiz. Shundaqla bir musulmonning oilasi uchun qilgan chiqimlarning Allohning huzurida xayr ihson qilinganligini ko'ra olamiz. Kishilardan hojatini so'ramaslik, haloldan kasb qilishning yana bir hikmati doim boshqalardan so'rab yeydigan kishi yuzi qizarmaydigan, hayo qilmaydigan bo'lib qoladi-da, hojati bo'lmasin boshqalardan so'rab yeyishga xumor bo'lib qoladi. Islom har kim kishilarning sadiqaga yo'lini olishi va yoki o'rinliq va tayyorta bo'lishiga yo'l qo'ymagan. Shundaqla ehtiyoj yo'qtirib so'rashdan qattiq ogohlantirgan. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda kimki kishilardan melni ko'paytirish uchun so'ragan bo'lsa, mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, cho'g'ni so'ragan bo'ladi. U kishi qiyomat kuni yuzda go'sh yo'q holda mahshar maydoniga yig'iladi degan. Mana bu islomning sadiqa va uningdan boshqa yordamlarga tutgan asosiy pozitsiyasi. Aziz qarindoshlar, boy bo'layli, kambag'al bo'layli, qo'limizdan kelishicha xayr ihson qilishga ahamiyat beraylik. Qilgan amallarimizning savobi haslab berilgan bu ulug' oyda xayr ihsonning savobidan quruq qolmaylik. Ulug' Alloh Ramazon oyida qilgan barcha amallarimizni qabul qilsin.